Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Kartoshkani ekkanimizga ro'parasi 1 oy 4 kun bo'ldi. 8-martda ekkandik. Hozir mana shu holatga kelgan. Mana 5 qator ekkanmiz. Bu yoqdagi qatorlarga mana bu yoqqa qalin po'choqga betga anaqa ekdik. 40 og'ayni garmdori. Xo'sh, bunisi baqlajon, cho'zinchoq baqlajon. Hop, bunisi qalin po'choq balgar, keyin pomidori ko'chat bir qator mana shunaqa va yupqa po'choq balgar mana ekib chiqqanmiz. Kapellikni yoqib qo'ydik. Zaxlab turibdi yerlari. Keyin mana bunaqasiga kirilishga rayhon ekkanmiz. Mana rayhon ko'chatlari hammasi stakanli, bexato chiqadigan ko'chatlar. Katta bo'lganda mana bemalol uzib chakkaga taqqosa bo'ladi. Xo'sh, endi yana bir narsa, mana kartoshkani oralarini, arularini mana bunaqa hovlidan chiqqan o'tlar bilan to'ldirib chiqamiz. Taxminan 10 sm qalinlikda qilib to'ldirib chiqamiz. Shunda o't ham o'smaydi, ham bu anaqa demak solgan o'tlarimiz chirindiga aylanib o'g'it bo'ladi. Bu o'tni qayerdan olasiz desangiz, mana bu yerda, mana bu tarafda katta joyda o'tlar o'sib yotibdi, daraxtlarning tagida. Shularni trimmerda o'rib, shularni hammasini orasiga yoyib chiqamiz. Nafaqat kartoshka, balki butun mana shu ekkan pomidorimi, garmdor hammasiga tashab chiqamiz. O't chiqmaydi, zaxini ushlab turadi, yaxshi rivojlanadi degan umiddaman. Hop, yana bittasi esdan chiqdi. Mana bu tarafga mana bodring ham ekkanmiz. Mana orzu degan bodring. Mana shu bir qator ekkanmiz. Xudo xolasa ularni ham chiroyli qilib parvarishlab ko'rsatamiz. Sog' bo'linglar, e'tiboringiz uchun rahmat.